Assalomu alaykum, o'rtoq hamyurtlar, yurtdoshlar. Mana masala Mirbozor bozorida, Salovat mahallasida. Mana bozor ma'muriyati Yevrozabor olib kelib qo'ygan mana bu yerga. Mana bu yerda bizlarda bino inshootlarimiz bor. Ya'ni inshootlarimiz bor. Mana shu yerda bizani ruxsatimizsiz Yevrozabor qilmoqchi. Mana ki. Mana shuncha tadbirkor o'z hisobidan inshoot qilgan. Prezidentimizning 937-sonli qonuni kuchga kirganligidan xabarimiz bor. Bu bo'yicha reja jadval bo'yicha xatlov bo'lishini bizga xabarimiz bor. Shu masalada xatlovdan oldin mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Nima bu kadastr agentligi, kadastr palatasi nima bu narsalardan xabari yo'qmi? Bu qanday bu shuncha tadbirkorning mulkiga nisbatan nima ahvol bu? Mana shuncha tadbirkor shuncha qurilish qilgan. Mana shu yerda Yevrozabor bilan yovib kelyapti. O'zboshimchalik qurilish bo'layotganligi haqida murojaat qilganman. Kadastr agentligiga pm.go orqali murojaat qilganman. Mana bu yerdan shuncha bo'lib kelyapti. Boshlangan vaqtda murojaat qilganman. Boshlangan vaqtda. Oddiy odamlarga qurilish qilish mumkin-u, mumkin emas-u. Qanaqadir tadbirkorga bilganini qilish mumkinmi bu masalada? Zaborni olib kelib qo'ygan, qilmanglar deb 102 ga murojaat qildim. 102 ga murojaat qilganman. Kelib arizam bo'yicha, murojaatim bo'yicha tushuntirish xati olib ketdi. Men olib kelib qo'ygan mana shu yerga. Qilmanglar debman. Nima qilay? Endi bu o'zimiz himoya qilamiz deb qonuniy tartibda murojaat qilsak, bular o'rganmasa hech kim mana olib kelib qo'ygan. Qilamiz deb o'tiribdi. Nima bu? Bosqinchilik emasmi bu? Nima bu? Mutasaddilar javob beradimi bitta yarimta? Javob so'rayman. Javob bersin. Kelib ko'rsatsin. Nima asosda bo'layapti bu masala? Bizning sherda shuncha mulkimiz bor. Mulkchilik haqida O'zbekiston Respublikasi mulkchilik to'g'risidagi 5-moddasi asoslarida bizning mulkimiz himoya qilinishini so'raymiz. So'rab qolaman mutasaddi tashkilotlardan. Bu masalada qonuniy javob, masalani jiddiy ko'rilishini so'rayman. Maniki Yevrozaborlari, maniki. Hamyurtlar bunaqa masalalarga beparvo bo'lmasangizlar, layk bosingizlar. Har holda menimcha loqaydlik yaxshi emas. Sog' bo'linglar.